Positionni tugatdik. Endi keyingi mavzuyimiz responsive bo'ladi. Lekin responsive o'tishdan oldin ba'zi bir o'tmagan mavzularimizni ko'rib chiqamiz. Deylik, birinchisi text shadow, shuni ko'ramiz. Men bu yerga bitta link yozaman. Text shadow deb mana text yozdim. Saqlaymiz, style CSS ga o'tib, bu yerdan belgilaymiz. Text decoration none. Colorga deylik, qora rang berib turamiz. Font weight bold, font size 30 piksel. Keyin demak text shadow ko'ramiz. Mana bu yerga 4 ta qiymat yoziladi. Birinchisi xuddi box shadow ga o'xshaydi. Birinchisi demak y o'qidi, x o'qidi, shularni belgilab olamiz. Birinchisi bizda x o'qidi, keyingisi mana y o'qidi. Buraya son bera qolamiz. 10 piksel, 10 piksel. Keyin blurni belgilaymiz. Hozircha 0 deb qo'yaman. Keyin rang berib o'tamiz. Rangda misol uchun o'zini rangini beramiz, ya'ni qorani. Saqlaymiz. Tekshiradigan bo'lsak, mana orqasida yana bitta tekst hosil bo'ldi. Bu uni shadow hisoblanadi. Kelinglar shuni boshqa rangga o'tkazamiz. Misol uchun sal ochroq. Mana. Agar biza misol uchun x bilan y o'qini 0 qiladigan bo'lsak, blurni oshiradigan bo'lsak, mana 40 piksel. Mana ushbu holatga keladi. Ya'ni mana yonlardan chiqib ketyapti. Ya'ni umumiy blur bo'lyapti. Biz buni hoverda ham ishlatishimiz mumkin. Hoverda ishlatishimiz uchun demak deyman hover ushbu text shadowga bu yerda berib o'taman. Rangiga bo'lsa qorani beraman. Saqlaymiz. 40 deylik 10 pikselga o'zgartiraman. Agar ustiga olib boradigan bo'lsam, mana shunaqa effekt hosil bo'lyapti. Biza misol uchun deylik tekstimizni ustiga olib borganimizda font weight oshishini xohlasak, deylik ushbu propertyni olaman. Bu yerga qo'yib, buni olib tashlaymiz kerak emas. Buni sal teparoq ko'tarib qo'yaman. Mana. Keyin sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun yana bitta link ochib, unga deylik some texts deb qo'yaman. Demak, mana bittasiga hover berdik. Agar ustiga olib boradigan bo'lsam, yonidagi demak bizani boshqa tekstimizga ta'sir qilyapti, ya'ni suryapti. Buni oldini olish uchun biz font weight o'rniga text shadowdan foydalanamiz. Text shadow 0 0. Keyin blurni oshirib qo'yamiz. Shunda bizda yonidagi tekst surilib ketmaydi, lekin shadowga o'xshamayapti. Misol kamroq bersak. Mana bold ko'rinishga kelyapti. Biza hoverda
font weight ishlatmaymiz, sababi yonidagi tekstlar surilib ketadi, uni o'rniga text shadowdan foydalanamiz. Yoki bo'lmasa text shadowni har xil shu tekstimizga soya berishda yoki har xil ko'rinishga keltirishlarda ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi.